Bu platformaning nomi esa Xolis platformasidan foydalanish uchun. Do'stim, Paynet xolis ilovasi haqida eshitdingmi? Ha, u haqida eshitmagan odam qolmadi-ku. Xo'sh, sali ham do'koning bor. Ilovada ro'yxatdan o'tdingmi? U majburiymi? Yo'q, majburiy emas. Shunchaki 1-yanvardan boshlab barcha tadbirkorlik subyektlari to'lovlarni onlayn qabul qilish tizimiga o'tishlari shart. Demak, u majburiy. Yo'q, majburiy emas. Shunchaki hozirgi kunda Paynet xolisdan boshqa alternativ variant yo'q ekan. Demak, u majburiy. Yo'q, majburiy emas. Shunchaki eshitgan bo'lsang, atrofdagi do'konlarga nalogiylar telefon qilib, ilovadan ro'yxatdan o'tib qo'yinglar deb shipti. Demak, u majburiy. Yo'q, majburiy emas. Shunchaki eshitgan bo'lsang, Davlat soliq qo'mitasi yaqinda rasmiy bayonot berdi. Unga ko'ra, tadbirkorlik subyektlari ushbu ilovadan ro'yxatdan o'tishlari ixtiyoriy yoki majburiymi bilmadim, shunaqaroq ekan. Ha, soliq qo'mitasi bergan rasmiy ma'lumotni o'qidim. Unga ko'ra, texnologik park rezidentlari bo'lgan to'lov tashkilotlari hozirgi kunda yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslarga xizmat ko'rsatish huquqiga ega emas. Ya'ni hozirgi kunda faqatgina normativ talablarga Paynet kompaniyasi javob beradi. To'g'ri. Shuning uchun soliq idoralari ilovadan ro'yxatdan o'tib faoliyat ko'rsatishni tavsiya etishmoqda. Huquqiy jihatdan hammasi aniq, lekin amaliyotda bitta ilovaga bog'lanib qolish, raqobat, tanlov va texnologik betaraflik masalasini kun tartibiga olib chiqib qo'ymayaptimikin? O'ylab ko'rmagan ekanman buni, qarang. Agar statistikaga e'tibor beradigan bo'lsak, bugungi kunda aholining 5,5 milliondan ortiq qismi o'zini o'zi band qilish va 296 mingga yaqin YTTlar faoliyat yuritib kelishmoqda. Ayni paytda ixtiyorimizda boshqa muqobil variant yo'qligini inobatga oladigan bo'lsak, aholining shunaqangi katta qismi bittagina ilovaga bog'lanib qolishligi o'zi shundoq ham bizda yetarli bo'lgan monopol tashkilotlarni yana bittaga ko'paytirib qo'ymayaptimikin? Juda bir negativ bo'lasan-da, do'stim. Agar bu xabar yoqmagan bo'lsa, keyingisini eshit. 1-yanvardan boshlab barcha o'zini o'zi band qilgan shaxslar hamda YTTlar endilikda aylanmadan 1% soliq stavkada soliq to'laydi, xolos. Bunga nima deysan? Ha, aylanmadan 1% soliq bu juda zo'r yangilik, tadbirkor uchun haqiqatda yengillik. Lekin shu o'rinda bitta narsa ko'ngilni shubhajal qilib turibdi-da. Buning uchunki dastavval boyagi rasmiy statistikaga qaraylik. 2025-yil iyul holatiga ko'ra 295 mingta umumiy YTTdan 142 mingga yaqini chakana savdo faoliyati olib boradi. Bu degani, menga o'xshagan chakana savdo bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar umumiy YTTlarning qariyb 50% ni tashkil qiladi degani. Savdo bilan shug'ullanadigan savdo obyekti uchun bo'lsa, hozirgi kunda 1 milliard so'mlik aylanmaga chiqish bu unaqangi qiyin muammo bo'lmay qoldi. Aytaylik, kuniga bor yo'g'i 2 million 750 ming so'mlik oborot qilib qo'ysang, sen 1 yilda bemalol o'sha 1 milliard so'mlik limitni kesib o'tishing mumkin. Uning ustiga bu limit 2019-yilda joriy qilinganini inobatga oladigan bo'lsak, o'sha vaqtdan beri to bugunga qadar inflyatsiya qo'shilib boruvchi kumulyativ formulada 118% dan oshib ketibdi. Bu nima degani? O'sha paytda 100 ming so'm bo'lgan tovar bugun kelib 218 ming so'm qiymatga ega bo'lyapti. Ya'ni narxi 2,5 baravarga oshdi. Bu narsa bo'lsa, boyagi limitga yana qo'shimcha bosim beradi. To'g'ri, aylanmadan 1% soliq to'lash bu juda ham zo'r. Lekin limitni oshirib qo'ysam, men avtomatik ravishda QQS yoki foyda soliq to'lovchisi bo'lib qolaman. Menga o'xshagan boshqa tadbirkorlar bo'lsa, soliqdan qochish maqsadida o'zini faoliyatini sun'iy minimallashtirish, kamaytirish, qanaqadir mexanizmlardan foydalanib daromadlarni yashirishga urinishlari mumkin. Shuning uchun men o'ylashimcha, mana shu limitni boshqatdan ko'rib chiqib, boshqa regressiv stavkalarda soliqqa tortishni o'ylab ko'rish kerak emasmikan? Nima deysan? Ha, to'g'ri aytding. Bu haqda albatta o'ylab ko'rishga to'g'ri kelar ekan. Bu yengillik, bu afzalliklar aslida tadbirkor uchunmi yoki qandaydir orqa-varot mexanizmlar uchunmikin deb o'ylab qoldim o'zim ham. Siz nima deb o'ylaysiz, azizlar? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.